Ballarım, seni kırınlar. Ha? Kilinglar, Momamni qishida o'ldiraychi. Bu yoqqa kelinglar. Moma, biz yana hikoya angliqli keldik. Bizga hikoya aytib bersizlar. Hay tentaklar, voy tentaklar. Yana hikoya angliqli kelibsizlar-da. Ma'qul, men sizlarga qaysi hikoyani aytib bersam bo'lar? Ha, o'ylab baqay-a. To'g'ri, men sizlarga ur to'qmoq degan hikoyani aytib bersam bo'lamdi? Ha? Burunqi zamonda bir bovoy bilan bir mo'may bo'lgan ekan. Ular bir daryoning bo'yida yashaydi ekan. Yo'qsizlik tufaylidan ular ishiga oldidagi bir tut jigdiga taynib kun kechirdi ekan. Ammo ung'ang'i yo'nig'an degandek, ularning bu jigdisiga bir to'p qog'a o'g'ilmoqdi. Şunun bilen boğayının hayatında adamni hem küldürediğen hem azaplaydiğen şundakla nadallık bilen temahorluk, rastçılık bilen sahtbazlık, hakkaniyet bilen rezillik ümiti ilişkan acayip keçirişler. Hay, yana nega mangdilar? Qağı degan sho'rtum chiqqani qaqildaganda qiladi. Men jigdiga bir qarab baqay. Sizning kunlari aşı to'ngjiqdan beqish bilan o'tamdi. Voy, qo'yib bersizlar. Yesi yemamdi. Xotin, to'li ko'tildimi sangcho? Sen yesi yemamdi degining bilan jigdini qog'iga yam qilib etib, qishda omashqa nima solasan deyman. Undaq bo'lsa-chi, ertadan kechgacha qoranchiqdek jigdining tuyida o't tasla. Hay, qanday qilish kerakligini o'zim bilaman. Sen bog'u, akishdan chiqarlashma. Yok ol! Acayip ziriktim bu nakeslerden. Uçar kanatlarının içi de senindek aşk göz, kaşan məxluqunu kömep tükenmen. Ademni ya aram xuda yaşıqını koymadan. Ma qağılarının, mendek bir herifning jigdisiga ügün vağını qaramamdigan. Hep to'xtab tur. Men senlarga bir tetimaydigan bo'lsam. Həcəbmə eğir qatıq günlər bak ketyapti. Bu yo'qsizlikdan qachonmi qutulamiz? Pul bayga, suv soyga oqidi degan rost gap o'xshaydi. Ko'nglingni yerim qilma, xotin. Bizgimi Xudoning buyrug'anlari borda. Xudo har kimning rizqini o'zi bilan belli yaratgan. Oldirma. G'o'ridan olibdi degan gapni anglamaganmisan.
Ha, üjmü peş, ağzımı çöş dep aşı toң jigdiga qarab oltiraman desler. Silimiço bek hemdem xiyal bop qaldılar. Oş qağı baken siliga bir talmı jigdi qanmaydı. Ha, ben cigdini aşu kağığı taşlap berem dem. Qarab dur. Etidan başlap cigdi tüydün kopmay oltırıp cigdi bakıman. Mau ahmaq buvayını gepini qarmamdıgan. Tova. Bismillah ekber. Allahu ekber. La ilahe illallah. Vallahu ekber. Ya Bismillah. Acep obdan olcağa eriştim. Aval bu boyunun närini yesem bola. Aldı bilen onun iki gözünü çokalap yey. Bova, tırılıp qaqallıqlarına mübarek olsun. Meni koyuvesile. Bilcerlema. Sen uzaktan buyan nesibemge çan selip meni boz getip keldin. Muşu bir tüp jigidini mu aram xuda yigile koymudun. Teki bugün nomus kılmay ademdek sözleysin ha. Bova, gepimni anlap meni koyuvesile. Ben seni tügmez paylıqqa eriştirimen. Sen ma? Sen kağıma? Ben çıraylık geplerge işini muşu künki kağan. Emdi senin gepinge kirsem ömrümün ahırıda yine tügümez puşaymanğa kalamen. Yo'q bova. Men hergiz meseleni pushaymonga qo'ymayman. Men bo'lsam qag'larning eng qeyrisi. Yeshim mingdan oshdi. Alloh menga shundoq bir xislat ato qilganki, xolisam qag'ga, xolisam odamga o'zgaralayman. Sizlarning talaylari bor ekan. Men sizlarga shundoq bir xosiyatli narsa berayki, butkul odami zot hayron qolsin. Bopda. Seni mi bir ko'rib baqay? Ma'qul. Men bilan maqsula.
Qarısla, bova. Merhamet qiling, bova. Nemi karamet bu? Onu mu düşün mü? Yigit, sen meni cennetke başlap kirgen oxşmamsan? Bu cennet emas, bova. Tushlarimi emas, balki dal silining asli makonlaridir. Endi men sizlarga ajoyib, xosiyatli bir narsani sovg'a qilay. Av buloq bo'yidagi gilam silingan supuq qarsilar. Yigit, nemi deb eshakni gilamning ustiga chiqarib qo'yding? Aldırımızla bova, hazırlı bilip qalalar. Qani. Man qarısla bova. Men bo'lsam, mushu sirliq makonda turaman. Mana bu eshak sizlarga vafo so'g'iz bo'lib qolsin. Bu eshakni shundoq mensizlar o'zlarini yo'l ustida ko'rlar. Agar mol dunyo lozim bo'lib qilib, tezaklar eshigim tezaklar, oltin tilla tezaklar desizlar, u sizlarga oltin tilla tezaklab beradi. Dünyada nadimi unda xislatlik eshak olsun? Ishonmisizlar? Ana qarasizlar. Tova Xudoyim, mundaqmi xislatlik eshak bo'ladi-ekan ha? Qani bova, eshakni mensizlar. Ammo aslarda bo'lsin-ki, bu sirni hech kimga tinmasizlar. Xayr xo'sh vafodor yigit. Xayr xo'sh bova.
Ha, qadrlik ishiga menmo herib ketdim, senmi herib ketding? Bugun mush tugmanda qonib qolin, ha? Oy, odam bormi? Odam bormi? Aha, mana. Aziz mehmon, amg'ayla. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Taqsir uzun yo'l besib herib ketdim. Bugun malol kemisi o'ylardi qonib qolsam. Obdan. Qo'nib qaslar bo'laverdi. Sizlarga kapimizda joyimiz chiqib qola. Rahmat. Mao ishigimgimi qarab qo'yala, ha? Obdan. Tugmanning kenida toza obdan cho'plik bor. Shu yerga chiqib bog'lab qo'yay. Yo'qsa. Taqsir. Eshakni eg'illarga kirib qo'ysizlar. Maylamasa, deganlardek bo'lsin. To'xtasizlar. Bir gapni samillarga sep qo'yay. Lekin za oltin tulla tezaklar eshigim deb yurmisizlar yana. Nima dedilar? Obdan. Xotirjam bo'lsizlar. Mehmon, men sizlarni deganlardek. Rızkı gayet, didar ganimet demişken. Bana bugün özgür bilen vaqatlı dostuşup kalma. Sizlarga o'rin sep qo'ydim. Aramaslar. Oldu. Maqulamiz. Voy, nima ish qilyaptirlar? Og'zingni yum. Acaba altın tizeklaydigan eshak mi bormidi? Ya bu olchib qolgan qerimidi? Nimani bo'lmasin? Bir sinab boqay. Altın tizeklar eshigim, altın tizeklar. Tilesem, o'ridan olib da debgan. Xudo menga
cheksiz boyliq ato qildi. Dünyada muşundaq eşeklərmi yarılıb digəndə. Ulu Xuda, muş eşekni yen güçlü bilişimға yardım qılan bolsa. Asta, nəgi yuqalğandı bu adam? Cınab qaşmağandı o? Çıxıb qarab baqaycımı? Nima qılıvatıdılar bu gecede uykularını uxlamay? Önünü çıqabı. Ağzını şu. Əmmi karametini eli görsen. Nima deydi Allah gaplarını faqat düşənmədim. Mağa əmisi. Dal diyəyi berib, əmmin sana da biri. Bir mağa qıb qarıb dursa, mağa. Bundaki yeni keptirala. Ha, utan. Hele bak. Avarı qıb qoydum. Xeyrəmisən? Səfərlərə aq yol olsun. Xudağa əmanət. İnşallah, xoş. 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 Allah. Gayet devlet diyen muşu desile. Endi muşu haddi hesapsız mal dünya bilen kolumuzda kayak sunsak şu yakıydı da top kızımız mı tel bulduğun oldu. Razı etsen Xudon, razı etsen. Xudayım bizge. Bədi. Hey, endi mən şundaq bir adamga ayrılay ki, bütün əhli yurt cemaat heyranlıqdan ağzını içip kılırsın. Endi sili xalqning onunu tatıdığan cabakaş tügmenci bombayla. Sen mi endi tügmennin suyunu yakılap, xalqning tağırının ağzını içip, onlarını kaçılışıp, tağalarının ağzını boğuşap vermeysen de. Endi bu jur bizden buladı desile, bizden buladı. Yok, aldırma Xudon, aldırma. Biz bir-birlab o'ylaylik. Kim aqlli qilib, iyliqi ahmaq qirg'a chondurib qo'ymaylik yana. İnşallah doğru dediler dadısı. Xudayımның bizge bergen bu mal dünyasını çandırmay xəcləyli. Vay vay vay.
Hay bovay. O şu işekning oltin tilla tezeklishiga zotli ishengim kelmaydi. Sil ömür boyu xalqning oldam xaltisiga tushib kelgan. Bu navbatmi shundoq bo'lib qolarmikin deb ansirayman. Ağzını üşütme. Ben sana boğan işlerinin hemsini dep bersem, yeni nemiş ki yamını cuvaysan. İşeknin özü haram, küçü halal deptiken. Yamını kelse altın tılla tezeklep bämisimi canğa əskasılıp oldu o. Ben bu işeknin altın tılla tezekligenligini öz gözüm bilen kögen tırsam. Ha, ma'qul. Siliba, menba, qani ko'ramiz. Taqtimiz taq bo'ldi. Karomatlarini bir ko'rsatmamla. Oltin tilla tezeklaydigan qanday eshakdi o? Bir ko'rib baqsaq bo'pti-ka. Aldırmağla, sal tahir qılınla. Bək hocam o işigimnin karamatını köməkçiydi. O kişi kəsila, cəzmən körüslə. Keldik. Ben hocam geldi. Assalamu alaikum begim. Qani kəslə. Begim, bu yoqqa o'sla. Begim, qadamlarga muborak bo'g'ay. Hey bovay, karomatini bir ko'rsatmamsa. Obdan, əmisi mən işəkni açıqay. Bəg hocamdan ötünüdüğən bir iltimasım var idi. Eytişqa tilim bağmay otudu. Qani ayta bovay, har qanday tiliking olsa, o'rindashqa men tayya. İşigim tezekligen altın tillalarını Bəg hocam öz qolu bilen Muşiyadaki puralağa bölüp bergen bolsa. Avval sen ishigingning karomatini bir ko'rsat. Kulluk Bəg hocam. Tezekle işigim tezekle, altın tilla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tilla tezekle. Tezekle işigim tezekle, altın tılla tezekle. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Meni rasva qımığın. Bəg hocamdan aldı da. El cemaatdan aldı da rasva qımığın. Tezekle işigim tezekle. Altın tılla tezekle. Tezekle. Altın tılla tezekle. Kelinglar, labay, bağlanlar. Hop. Begim, ben günahsız. Bana rahim qısla. Bu qerini bağlab, yüzləri urulsun. Bana rahim qısla. Begim, ben günahsız. Bana rahim qısla. Bana rahim qısla. Madem yapsan söyle, kimdi o yapsa? Bu yaptıydı. Yanıldan sen. Bovay, ko'zlarini ochsila.
Doğula ketdi. Boy. Ah, yaratgan egen. Bu bizga nima ko'gilik, nima tatquluq. Qaysi shayton o'yin eziq turgandi. Dadısı, işekni yana bir tezekletmemdik. Nemiga aldiraysan xotin? Elim o mant kömiga qilanda qasqon dumchibdi degandek shunchachik bayliqni apila-shapila tugitib boldik. Yana oltin tillaga ojdimiz tushadigan bo'lsa, eshak yenimizda turibdi-ku. Eshak mening qo'limda bo'ladi ekan. U chaqda butun boyliqlarning hammasi oltinimdan kechib qutlanmaydi. Bu deganlarga durust. Olimades ishak qo'limizdan chiqib ketsa, oltin kumushlardan ayirib qolamizmi deb ansirayman dadısı. Og'zingga tosh. İlohim, shundoq degan zuvoning tutilib qola. Eg'iz shugirgi boshqa, put shugirgi boshqa degan gap rostganda. Sening mushu shum og'zing bo'ladi ekan, davomli shumliqlarni chillab yuraysan. Bo'ldi qislar dadısı, bo'ldi. Nima chiqib bo'lib ketdilar? Mondaqli deb qo'ydim. Eshakdek qo'limizda turibdi-ku. Ya Allah. Og'zingdan mushundoq shumliq chiqirib, ot quyruqli qilsang, nima bachdi? O'ylab gap qil, o'ylab. Osmon zaminingmi qulig'i va bilamsan. Biz bu eng kuchli eshakka oson erishdikmi? Dünyada silidek ahmaq odam bormi? Bir izitqi yigitning gapiga aldinib, bir muncha baloga qoldilar. Mening gapimga kirgan bo'lsalar, tayoqmi yemaydilar. Xalqi olamning oldida rasvomi bo'lmaydilar. Hey, bundaq bo'ladiganligini kim o'ylagan deysan? Tangrining og'amchisi olsun. Tangri bu tilqisinchiligimni bir kunlari o'zi o'ngshaydi. Attinchi sulimi o'zangidan tushmay yetaverasizlar. Endi taqdirga tan berish kerak. Biz azaldan sho'rpeshoni yaralgan. Betalayga suv kelsa, Alloh ko'din yoki tutdi degan gapni anglamaganmisizlar? Hey, bo'ldi, to'liq ko'tildimi g'ana? Eliqi yigit menga yolg'on gap qilgan bo'lsa, ilohim do'zax ko'ya. Agar u meni oldimigan bo'lsa, tiligim ijobat bo'lib bir kunlari eshigim oltin tilla tezaklab qola. Xislatlik yigit. Xislatlik yigit. Men bir muncha baloga qoldim. Menga yordam qilgin. Ko'ngillarni yerim qilmislar bova. Men sizlarga bir dasturxon hadiya qilay. Rahmat. Agar qaysi vaqtda taom g'izo lozim bo'lsa, echil dasturxonim echil desalar, hamma taomlar oldinlarda hozir bo'ladi. Lekin aslarda bo'lsin. Yo'l ustida hargiz qo'nmasalar. Bu sirnimi hech kimga tinig'uchi bo'lmasalar. Rahmat yigit. Xo'shamisa. Alloh nasib qilgan bir kuni ko'rishamiz. Acaba
eshakning nemishqa oltin tilla tezaklamaganligini debbaymi da? Bu yigit meni rostlik qo'ldirib o'tamdi ya. Agar aldigan bo'lsa qiyomat so'rg'ini tatib. Men bo'lsa bo'lsin. Bu dasturxonimni bir ko'r baqay.